Ko'pchilik Messi, Suarez, Neymar uchligini Ronaldo, Benzema, Bale triosidan kuchliroq deb hisoblaydi. Chunki MSN uchligi 2014-15-yilgi mavsumda birgalikda 122 ta gol urib, futbol tarixidagi eng samarali hujumkor uchlikka aylangan. Ular Barselona bilan treble, La Liga, Ispaniya Kubogi va Chempionlar Ligasini qo'lga kiritishgan. Messi, Suarez va Neymar birgalikda jami 8 ta sovringa ega chiqishgan. Faqat bu ham emas. MSN 3 yil davomida 360 dan ortiq gol urgan va raqib himoyachilarning qo'rqinchli tushiga aylangan. Ular Ispaniyada haqiqiy hukmronga aylanishgan. Ammo BBC Bale, Benzema va Ronaldo ham ulardan kam emas. Ular Real Madrid bilan ketma-ket 3 marta, jami esa 4 marta Chempionlar Ligasida g'olib chiqishgan. Ronaldo, Benzema, Bale jami 13 sovrin yutgan bo'lib, bu borada Bale, Benzema, Ronaldo uchligi Messi, Suarez, Neymar uchligidan ustun. Shaxsiy sovrinlarda ham BBCda ustunlik ko'proq. MSNda 3 yilda 8 ta, BBCda 5 yilda 14 ta sovrin. Oltin to'plar borasida ham ustunlik BBC tarafida. Xo'sh, sizningcha qaysi trio kuchliroq? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.